Elini saqtın tatib balının toyunu atanısı belgilep gelgen. Sen nimanca özbüşümçü bap gettin ha? Senin işinli çoğ biz Allah birini oyluşup boğa. Kimdi Serap abla? Kimdi? Bu işini senden soraşının haceti yok. Savut hacımның oğlu çoğ çet elde okup gelgen. Yurt içinde yüz abroyu ba, pulu ba. Mana muşundaq yaxşı adamlar, muşundaq adamlar bilen kudu buluşku boludu. Abba, kimden sorap menin toyumnu bekitdinlar? Men Muhammedni yaxşı görümen. Men şunun bilen toy kılıman. Nim davatı sen? Sen aşı savatsız bilen toy kılamsan? Bosunu uxlap düşün. Beşini silkip etip anla adile. Keler hepti senin Savut hacımның oğlu Muhammed bilen toyun buludu. Bu menin buyruğum. Sizni anlam abba. Keler hepti menin toyum boludu. Lekin Savut hacımның oğlu Muhammed bilen emas. Belki Habibullah hocamның oğlu Muhammed bilen boludu. Muhammed! Oy Muhammed! San xat kepti. Mağa mı? Ha? Oku. Oku. Mağım okup begin. Aramızda melle okugan. Ekile, ben okup berek. Oku. Muhammed, qandak ahvalınız? Abam rad qilishimga qaramay, kelar haftaning beshi mening to'yimni bekitib qo'ydi. Shuncha tarishibmi amalsiz qoldim. Men sizni o'z jinimdinmi aziz ko'raman. Agar siz xohlasangiz, men to'yliq uzukni sizning qo'lingizdan taqmoqchi. Agar undaq bo'lmasa, men bu dunyodan xo'shlashamdim yoki to'yliq uzuk taqamdim. Bu sizga bog'liq. Endi qanday qilamiz? Onun ölüb-ölüşüge qarab turmayman. Onda qilayli. Sen men uchun Adilaga bir pash xat yozib bergin. Ma'qul. Hocam! Hocam! Hocam sizni chaqiryapti-da. Nima deding? Hocam sizni chaqiryapti-da. Hocam Muhammedni chaqirdimi? Ha? Demakchi bo'g'inim. Dadam meni chaqirdimi? Shunda? Dadam meni chaqiribdi. Dadam meni chaqiribdi. Dadam meni chaqiribdi. Dadam meni chaqiribdi. Apsi. Nima dada? Apsi. Bayağı şəhərdən qudumuz keptiken. Kızı Adilənin toyu olmaqçıken. Muhammed bilen Adile qandaq mı mas gelsin? Men bu ikisinin toy qilishi qat'iy qarshi. Muhammedning silning pushtlaridan bo'g'indan boshqa hech qanday salohiyati yo'q. Men tuqqanchiligimizning yuzini qilib ma'qul degan taqdirdimi sil o'ylab baqsa, Muhammedning zodi bira aloyidligimi bormi? Muhammed öz vaqtida bir qizni yaxshi ko'rib, shuning bilan to'y qilaman deyotganda to'y buzilgan.
Hocam aka. Sizlar agar o'zlarining izzat hurmatlarini saqlab qolaman deslar, bir Muhammadga esla. U Odilani ko'nglidan qat'iy chiqarvasin. Odilaga buni men mas'ul. Men bu to'yga qat'iy qo'shilanmayman. Men qat'iy rozi emas. Bizning uyda bizning sababimizdan boshqalarning to'yiga daxl yetganligi texi tunji qatimliq ish. Bugunga qadar men uningdan hech nima talab qilmadim. Bugun men amalsiz. Men talab qilgan ishni u qilaman. Qulug'im sizda, dada. Amisi u Odilani unutib ketsin. Agar u diginimda qila olsa, uni men o'g'lim deb e'tirof qilaman. Uningga dadi kerakmi yoki Odilami? Uningga dadi kerakmi yoki Odilami? Uzuk taqam. Yoki bo'lmasa, men bu dunyodan xo'shlashtirib. Bu sizga bog'liq. Uningga dadi kerakmi yoki Odilami? Men uzuk taqam. Uningga dadi kerakmi yoki Odilami? Men uzuk taqam. Yoki meni bu dunyodan xo'shlashtirib. Bu sizga bog'liq. Uningga dadi kerakmi yoki Odilami? Seni dadang o'g'lim desa xo'sh bo'lasan. Lekin Odilaning muhabbetini unutib qolmagin. Adash, muhabbet degan talabgorlarning ishkini chekidi. Bundaq anglamas bo'lib o'ltirib olmagin. Sen baribir dadangning nazaridan tushgan bola tursan. Sen dadangning mol dunyosi qiziqmaysan. Balki dadangni hurmatlaysan. Bundaq dötlik qilma. Adash berib Odilani qutuldirib olgin. Şu tatlı o sana muhtaç adaş.
Adile! 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 Muhammed özünün cüz'atlik halda o'ttirdi bundaq tuyuqsiz paydo bo'lishini o'zi ham Odilaning bundan keyingi turmushiga qandoq baxt va baxtsizliklar eltganligini o'ylashni qo'ymadi. Bu balkim ashu sirliq muhabbatning kuchi bo'lsa kerak. Qaytib keldinglarmi Muhammed? Senden ensirab turgandim. Qaltiskense, barikallah. Ben hem işini bitirip seni saklap durdum. Toy xetanın işini mi becirip koydum. Bana bu yak mollam. Tez böyle nikah okuyumuz. Şunun bilen Muhammed bilen Adile mana shundoq oddiy nikoh o'qitib o'z turmushlarini boshladi. Beni tosmağla. Dada, sizning buyruqlarini sizdan boshqa hech kim o'zgartirmaydi. Sizni bugunga qadar er-xotinlarga baxt tilab mening erimni o'ldirib, mening tul qilishimga sizlar sababchi bo'lmoqchiman. Bunu al. Bu sana tikediğin miras bilen ziminin kağızı. Bunu elip yok al. Sen benim kanımdan en baskın yerden boğa okşaysan. Bu dünyadaki en yaramazlı mükemmel. Siz onu da müddet ötkensiz. Dört! Bu yerden yok ulaş! Bu öyde bunun iki sana uğrun yok! Yok al! Bundan keyin işkimlarını çırağıga kim karısa Fakir Habibul şunun karımaydı! Yok ulaş! Gördünüz mü? Körü vatamsız. Kichikda biz onunla oynağı oyun çıkmayamegendik. Bugün o bizning izzat obro'yimiz bilan o'ynashyapti. Biz Tangridan uni aksidek tilagan. Lekin Tangri duoyimizni ijozat qilmabdi. O yaramasni bizga ato qildi apsi. Onun gıdam. O bir yerden yo'qolsin. Yo'qolsin! Bugünden başlap o bizning o'g'limiz emas. Emas! Dada.
Men sizlarning o'g'illari bo'lmagandan keyin sizlarning mol dunyolarga qandaqmi varislik qila olayman? Men Tangridan sizlarning o'g'illim deb chaqirishlaridan boshqa hech qanday narsa talab qilmadim. Bular menga kerak emas. Sizlarning til ohanatlarini men duolar deb bilay. Kiringlar. Mana shu mening dachilarim. Ta bugunga qadar mening edi. Endi sizlarning bo'ldi. Nima? Yaqinlaringdan ayrilib ko'ngli yerim bo'layotimda? O ishlarni unutib ket. Turmushingni yangidan boshla, ha? Mana, to'y kechilikning tayyorligini qil. Men sizdan bir ishni o'tirmoqchi edim. Inkor qilmaydigansiz. Yo'q. Mendan o'tingidek nima va deysiz? Qara. Hozir alqinimda taqdirning siziqlaridan boshqa hech nima yo'q. Sizga nima lozim? Dang. Ota-onamiz bizni bir-birimizdan qattiq do'stdi. Ular bizni bir umr g'urbatchilik ichida o'tadi deydi. Biz bu g'urbatchilikdan qutulmag'icha to'y kechasini o'tkazmasakmikin deyman. Ne varsiz? Sirtqa. Nimishqa? Biz o'zimizni kontrol qila olgandan keyin bir uyda yasaqmi bo'laveradi. Maylamsa, men yadiyatay. Nimishqa yadyapsiz? Biz o'zimizni kontrol qila olgandan keyin bir karavat yasaqmi bo'ladi. Sizce biz bir uy, bir karavat yetib, eliqi Kontrol. qilalamda? Ha? Tirishib bakmadık. Bo'pti. Eğer bugün kontrol kılamazsak demekçi menki kontrol kısakçı. Bo'ladi. Agar ati yana chaqmoq chiqib qolsa, o chaqda yana o chaqda Tü. Adile! Men xizmat topdim. Rasma, Xizmat topdim. nime hizmet dep bering? Birinchi darajali xizmat. Qanday hizmet eyting?
xo'jayinda xizmat qilaman. Xo'jayindek. Ha? Xo'jayindan keyin men xo'jayin. Shundaqmi? Ha. Uni aytdi, pokizlikni xohlaydigan xizmat. Kal kemaydiganini shallab chiqarib yutaman. Shallab chiqarasiz. Shallab chiqaraman. Bütün mas'uliyat menga yuklangan. Hamma ishni siz qiladi ekansiz-da. Yo'q, Bek japaliq-kanda. jafoliq emas. Nahayt oson. Xo'jayin o'ltirib ishlaydi, men yetib ishlayman, yetib. Bo'ldila, men sizga xizmat etilganiga xush. To'xtang, ular menga 500 ko'y maosh berdi. Ular menga 1000 ko'y bermoqchi. Men ularga 1000 ko'y bilan ish bitmaydi. Menga 500 ko'y bersanglar, 500 ko'y bilan ham ishni bitirma desam, ular menga 500 ko'y pul berdi. Qanday bo'ptimi? Bu 500 ko'yning 300 ko'ychini siz eling. Ma 200 ko'ychiniga men uyga narsa kerak olay. Qarab turibsizmi? Buning tamoq eting. Xo'p. Bo'ling. Hey, to'xtang. Anglasam siz Muhammadni deb ota-onangizdan kechib uyingizdan qechib chiqib ekansiz. Men sizni texi bir oliy bino uyda turamdikin deb o'ylab yuribdiman. Ammo halingiz bu kanda. To'ydan keyin qizlarning qizligi yo'qaydi, lekin sizning taqdiringiz bilan istiqbolingiz tang yo'qolgandek qiladi. Endi burunqi arzu umidingizni kallingizdan chiqarib aytgansiz. Yaxshi bo'pti. Odamni namratchilik bosganda yilg'i arzu ekan, hammani unutdi. Mening Muhammad bilan nimishqa to'y qilmaganligimni endi tushungansiz. Chunki mening sizga o'xshash o'zimni vayron qilg'im yo'q. Hayotlikda muhabbat bo'lsa bo'lmaydi. Muhabbat, sevgi degan nima u? Uningga nima keladi? Hammasi quruq gap. Muhabbat degan sizdek to'rt qizlarga mansub. Menga qarang, men degan xonimlardek yashayman. Faqat uyimda mengib yurayman. Sirtqa chiqsam tayyor mashinam bor, pul desam yetib oshqichi turibdi. Ammo siz xiyolingizni amalga oshirmoqchi. Yeningizga Muhammad, osh qo'lingizga teshikchalak bilanmi? Siz degan o'qigan bilimlik detgansiz. Men turmushimdan chiqarib aytgan u nima? Nimishqa menda jiroq ketmaydi? Nimishqa atrofimda aylanib yuriydi? Gulsumni da'vatamsiz. Gulsumni da'vataman. U nimishqa sizni mazoq qiladi? Balkim u shunday qilsa xush bo'ladigandir. Bo'pti, uni xush bo'g'il qo'ying. Mening parvoyim palak. Lekin men chidayolmaydiganman Odila. Uning so'zlariga faqat chidimadim. Ko'nglimga bak keldi. Men qarang Odila. Men burun qanday bo'lsam, yana shunday o'taman. Meni bir yarmas ekanligim rost. Meni istiqbolim yo'q. Faqat yo'q. Siz mening laqta-laqta bo'lib ketgan yuragimni davoladingiz. Siz menga haqiqiy bir qiz ato qiladigan muhabbatni berdingiz. Siz meni men arzu qiladigan butun xo'shallikqa erishtirdingiz. Lekin men sizning orzularingizni amalga oshiramasligim mumkin, Odila. Rost. Mening hech qanday orzuyim yo'q. Mening butun ishlarim siz bilan boshlanib, siz bilan oxirlashadi. Odila. Siz men uchun boshqadan o'qing. Menmi? Men kech kunduz ishlayman. Har qanday ish bo'lsa qilaman. Siz uchun pul tepib, qanchalik pul kasb shunchalik tepib, sizni oliy maktabgacha o'qitaman. Sizning xo'shalligingiz mening baxtim, Odila. Sizning baxtingiz mening xo'shalligim.
Meniki xo'jayin davatmamdingiz. Xo'jayin o'ltirib ishlasa, men yetib ishlayman davatmamdingiz. Asli siz mushundaq ishni qilamdingiz. Bo'ldi qilam. Nimishqa menda yo'shirsiz? Siz meni nima o'ylab qoldingiz? Men sizni mushundaq ishlatib, o'zim qandaqmi oliy maktabda. Bo'ldi qilam. Adile. Siz meni o'qimaganligimni bilasiz. Qo'limda boshqa nima ish keldi deysiz? Meni taqdirimga mushi yozilgan. Hey, bu ishni sen xohlasangla taqdiringni o'zgartiraysan. Bu o'zingga bog'liq. Sen oldi bilan ko'nroq mashinada birini elib, kira qilib pul topqin. Pulni nereden topaman? Qishimda mashinada o'ltag'adek pul bo'lmasa, mashin setib olg'adek pul nima ish qilsin? Hey, mana men berib turaman. Yo'q. Yo'q, tag'a. Yo'q. Qarz olgan ukam, pul topqanda qaytarasan. Agar topolmasam-chi, kichigimdan tortib qarzga bo'g'ilib keldim. Endi hergiz qarz olg'im yo'q. Yo'q. Men qara ukam. Men seni bek yaxshi ko'raman. O'z ukamdek. Agar sen meni o'z ko'rsang, aka, qo'lingni ber. Bo'lu demasa, mening bu yerda turg'unim beka o'xshaydi ukam. Sen qo'lingni bermagandan keyin men buni tushandim. To'xtang tag'a. Tag'am to'g'ri deydi. Biz qarz elib, uning mashin setib elib, pul topganda qaytarib bersak, bo'lmadimi? Adile, lekin Nima lekin pekin deb yursa ukam. Bo'ldi, menga mashin setib olamiz. Shunda qilib Muhammad oddiy bo'lsa-mu, baxtli bir oilaga ega bo'ldi. Kunlarning o'tishiga ergishib, Odila Muhammadga umoqqina bir o'g'il tug'ib beribdi. Endi G'ojamga kelsak, G'ojam o'z yisida, o'z avom qarindoshlari bilan yanada burunqidek yashayveribdi. U o'zi uydan qo'g'lab chiqarayotgan o'g'li Muhammadning hozirgi turmush ahvolini buningdan anglab tursa-mu, bilmaganga sep yuraveribdi. Hamda o'zining umoqqini navrisini ko'rishga-mu muyassar bo'lolmadi.
boshqa suv bermaydi. Hocam, biz yuqorgi jiq iltimos sunduq. Lekin nimishqikin tang suv bermayotidi. Albatta bermaydi-da. Nemishqa? Chunki hozir yez egiligini sizlarning kichik kelin boshqaryapti emasmi? Assalomu alaykum hocam. Va Aleyküm alaykum assalam. Tinchlik. Tinchlikmi? Bu yoqqa kelib qaplan hocam. Hocam, yez boshliqi bilan ko'rishgili keldi. Jusslar, men boshlab boray. Qani xo'sh. Boshliq. Qiynotilari Habibul hocam kelibdi. Tez bo'lib boshlab kiring. Tinchlikmi? Tinchlikmi? Qani o'ltirsizlar. Şikayetçi çırağına kim qarsa tekrar Habib ol. Şununla qaramaydı. Yo'qlash! Siz onundu mu öte dötkensiz? Döt! İltimaslarida o'z yezlariga suv berilsa debdilar. Biz buni o'ylashib baqdik. 11-oydan burun sizlarga cho'qim suv berilib bo'ladi. Başliq. Bizga su 10 aydan burun berilishi kerak. O'tgan bir yildimi bizga su berilmadi. Yerlerimiz qurg'oqlashib ketdi. Yana su berilmasa, etizlarimiz vayron bo'ladi. Lekin faqat sizlarning takliflari bilanla biz sizlarga suv beramaymiz-da. Agar siz buni mening taklifim deb qarasangiz, albatta su berilmaydi. Siz buni yolg'iz bir odamning emas, butun yezidagi 20-30 ming dehqonning hayoti deb biling. Mana bu shularning iltimosi. Men tirishib baqay. Biroq kechirsizlar. Voy, men Roshan. Roshanmisan? Qandaq ahvoling? Yaxshi, o'zingchi? Yaxshi. Qandaqlachi telefon berib qolding? Mundaq ishdi. Haftaning 6-kuni to'y qilganligimizning 5 yilligini tabriklab, bir so'rin o'rinlashtirgan. Shuni sizlarni xabardor qilib qo'yay degan edim. Rahmat. Lekin biz boramaymiz. Chunki haftaning 6-si qiynatamning tug'ilgan kuni edi. O kuni Muhammad ikkimiz atamning uzun umr ko'rishini tilab, maldagi yo'qsillarni uyga tamoqqa chaqirib qo'ygandik. O'g'lim qanday? Nayt yaxshi. Chiroy shakli, aqlliqligi, cho'ng dadasiga o'xshadi. Shunda qilib boramaysizlar. Kechiringlar. Maqlamsa. Ma'qul, xo'sh. Kechirsizlar. Men sizlarning iltimoslarini elib yuqoriga boraman. Sizlarning deganlari bo'yicha degan vaqtida suv berishga amal batirishman. Rahmat. Xo'sh. Mashinalarning benzin pulimi chiqmayotidi. Biz dötlüşüp ketdikmi yoki bozor dötlüşüp ketdimi? Nima bo'lib ketdi bu ishlar? Bizning bozorning hammani Muhammad tatib oldi. Eliskep nima ekan u? Uning ustiga uning mashinalari yangi tursa, xalqning hammasi uning mashinasiga chiqqandan keyin, mushunday qolmay qanday bo'ladi?
nima ish qanday bo'ladi ekan? Ha, to'xtab tur. O'z vaqtida men heliqi buzuqni uydan qo'g'lab chiqargan vaqtimda uning dadisi meni butun xalq olam oldida rasvo qilib, meni zo'mizo shu buzuq bilan uy tutqizib o'ltirg'izdi. Endi kelib, uning o'g'li mening bozorimga changal selib, bozorimni egallab oldi. Ey, Abdullah. Muhammad bunda qilyapsa. Uning dadisi bo'lsa, kichik kelinning boshliq bo'lganidan foydalanib, o'z yesiga suv boshlatqizdi. Ham beshiqib ko'tirdigan bo'lib ketdi. Bo'ldi so'zlama. Endi bu haqlarning kimni beshiq elib ko'tirdigini men bir ko'ray. Uning o'g'limi shundoq? Xap. Adile, men ish qilmadim. To'xtang. Gulsum sizdan yordam so'rab kelibdi. Menden? Mening yo'ldoshim yaqindan buyon tijoratdan qattiq ziyon tortdi. Bütün ishlarim to'xtab ketdi. 6 oydan beri bekor yuriydi. Anlasam, şirketingizga boshqaruvchi xodim lazım ekan. O'tinib qolay. Bu fursatni yo'ldoshimga bergan bo'lsangiz. Bizga cho'ng yaxshilik qilgan bo'lardingiz. Man qarang. Mendek savadsizning şirketida ishlab, bilimlik erinizning nomiga dog' tushmasizlar. Mening boshqa fikrim yo'q. Yo'ldoshingizga dang. Men bilan ko'rishsin. Adile, men mandim. Gulsum, o'tiring. Çay içing. Taqdirning chaqchiqini ko'rdingizmi? Siz savatsiz, yaramas deb yaratmagan kishining oldiga bugun bilimlik bo'lgan eringiz uchun yordam so'rab kelibsiz. Men sizni echitayotganim yo'q. Sizga tushuntiryapman. Siz uni nevri singlingizni tanishtirganda xizmatchilardan farqi yo'q degan. Mana bu Aşı Muhammad. Xeyli kishilar uning bilan ko'rish uchun intizor bo'ladi. Boshqalar qalbi qozongan erning kaynida uni qo'llaydigan ayoli bo'ladi deydi. Lekin men qalbi qozongan ayolning kaynida uni qo'llaydigan eri bor tunji ayol bo'laman. U o'zimi katta arbob bo'ldi. Menimi oliy maktabda o'qitib, butun orzularimga to'liq yetkazdi. Qinadam, o'qigan bilimlik deb menmi yoki sizmi? Çay içing. Degan gaplarimni hargiz ko'nglingizga olmang. Menda sizga qat'iy o'shmanlik yo'q. Bundaq ishlar bo'lib turadi. Tangri hammamizga o'xshashli dilyor ato qiladi. Lekin Muhammadga o'xshash haqiqiy bir insonni faqat birli kishiga ato qildi. Oğlum. Xapama, qasdan qilmadim. Hech kim qasdan qilmaydi, hech qis yo'q bova. Acab qoidalik bola ekan. Albatta qoidalik bo'ladi da hocam. Uning qiyada sizlarning qonlari bor emasmi? Hocam, o Muhammadning o'g'li. Kechirim so'rag'ili keldingmi? Men sizlarni kechirib etdim.
Familiyang nima? Muhammed Habibullah hocam. Muhammed Habibullah hocam. Bu isimni udul atab chaqirmisizlar. Neymiş qandi? Bu mening cho'ng dadamning ismi. Bu yezida hech kim cho'ng dadamning ismini atab chaqirmaydi. Hammasi hocam deyishidi. Shundaqmi? Ha, Sen ko'rib baqqanmiding bu hocamni? yo'q, men cho'ng dadamni ko'ribmi boqmagan. Meni baqqansan? Mana bolam. Allah, bildingmi? Kim oldu ha oğlum? Çok. At minse, qandaq bo'ladi ekan, ha? Bek yaxshi bo'ladi ekan. Men sizlardan bir narsani so'ray. Sizni men yo tunimasam, nimishqa menga buncha vala qilala? Men Ha, tushundim. Sizlar menga siyo chechirtayotganliklari uchun shunday qildilar. shundaq bo'ldi. Shundaq. O'zlari kim bo'lala? Menma, meni do'stim davagin. Qandaq? Do'st? Men do'st bo'lishga yaramam ekanman. Ha? Yo'q. Sizlarning do'stliklari otga mingandimi yaxshidirsa? Ha, rost, do'stim. Men mangay. Xo'sh. Mağamsa. Kile. Xo'sh. Xoş. Xo'sh. Xo'sh. Xoş. Xo'sh. Dostum! Hey dostum! Balam. Kile. Geldin mi balam? Ha, Mektepten qayttın mı? ha, Aylanıp gelen tok. ma'qul. Tüne. Dostum, bugun hiliqi ot qani? At mingin vamıtti. Ha, Bunda qilaydi. Bugün ben sana at öp berey. Mana mingin bolamdı. pek yaxshi bo'ldi. Mana men at, ha? Boqchaqni qo'y. Aka. Bir yerga qo'yib, meni. Meni. Ay, Cepat, 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 cepat. Pek yaxshi bo'ldi. Cepat. Mana Pek chopdi. yaxshi bo'ldi. Chopdi, Cepat. Yaxshi at, Dolam ekan. Cepat. Mana. Ay, oğlum. Herif kaldı bende düşe. Şu. Beni bir kucaklık etmemse. Dostum, uyunda kimler var? Dadam, abam, yana malla bor. Başka iş kim yok mu? Yo'q. Men qarsla cho'ng dadam, cho'ng opam, tog'am, hammam va ikki ocham bor ekan. Lekin men ularni faqat ko'rib boqmadim. Bunu sana kim dep berdi? Dadam deb berdi. Yani nimeler dep berdi? Cho'ng dadam dadamga o'shgan to'q. Shunga uni uydan chiq deb chiqarib o'tibdi ekan. Nime shiq chiqarib etganligini demedim ha? Dedi, dadam yaxshi o'qimaydi ekan to'q. Buni albatta cho'ng dadamdan ko'ngil bo'lmaydi-da.
Men bu yaxshi o'qimasam, menimi dadam cho'ng dadam deb uydan chiqarib o'tadi ekan. Bo'ldi do'stim, endi men uyga ketay. Ketamdiq. O'ynamamsan? Yo'q. Mana. Yur. Aka, buni mana. Bekavo sen qishimga kel. Toza o'ynaymiz, juma. Ma'qul. Man qarang. Hamma odamga bag'aqni taqit bo'ldim. Lekin dadamga beramadim. Lentini dadam kesidi emasmi? Dadamning meni ko'ygisi yo'q. Meningcha bag'aqni siz olib bersangiz yaxshimikin? Agar dadam kelsa, ochig'i yenibdi deb bilaman. Bilmadim. Kelamdi kelmamdi. Assalom dada. Dada, sizlarni saqlayotgandim. Bu bag'aqni sizlarga akagandim. Aslida uyga olib berishim kerak edi. Lekin sizlar bizni uyga berishdan tosqandilar. O'g'illari sizlarning nomlarida kambag'allar uchun haqsiz shifoxona ochgan. Biz bu shifoxonaning ochilish marosimida o'zlarining lent kesib berishlarini bakma umid qilardik. Shunda qilgan bo'lsalar, biz bak xushal bo'lardik. Dadam keladimi? Cho'qib keladi. Qarindoshlar. Oldinglarda qat götürüp turgan mana bu shifoxona Muhammadning tirishchanligining natijasi. Shifoxona selish Muhammadning dadisining orzusi edi. Lekin ba'zi sabablar tufaylidan Xo'jam bu arzusini amalga oshirolmay qoldi. Muhammad uydan chiqib ketgandan keyin bir do'stining uyida turdi. U bir koni mashina bilan tirikchilik qilib, mana bugünkidek mushu manzilga yetdi. Har qanday ota-onaning bolalari bo'ladi. Lekin ota-onani hurmatlaydigan, izzatlaydigan bundaq Muhammaddek bola oz chiqadi. Qarindoshlar, birodarlar, do'stlar, urug' tuqqanlar. Sizlar hammanglar bilishinglar mumkin. Bu shifoxonaning ochilish murosimining lentisini asli Habibulloh Xo'jam o'zi kesmoqchi edi. Lekin Xo'jamning muhim ish chiqib qolganligi uchun bugun kelamadi. Biroq Xo'jam o'zining duo va salomini yetkazgach, lentini o'z navrisining kesishiga topshirdi. Qani, qarshalaylik. Hammanglarning qadam tashrif qilganinglarga ko'p rahmat. Men sizlarga so'zlashdan burun bir necha ishni har qaysinglarga tushundirmoqchi. Baya G'ini apandi degandek, dadamning shifoxona ichish orzusi bor-edi. Lekin amalga oshiramaganligini aytdi. Men demoqchi,
Dadamның hayatida amalga oshiramagan ishi yo'q. Dadam meni uydan chiqarib etgan emas. Balki o'z kuchimga tayinib, qaddimni ko'tarish uchun meni o'zidan jiroq qildi. Daraxtning bir shox sunsa, shoqimi ham daraxtga ta'sir bo'ladi. Men o'ylayman, dadamg'imi menga o'xshash ta'sir qilgandi. Dadam doim mundaq deydigan. Ketmandan qo'rqqan etizdan hargiz yaxshi bug'doy unmaydi. Ota-onamning til ahonati ash ketmanga o'xshaydi. Lekin mushu til ahonat bizga yo'l ko'rsatdi. Nishonimizga yetkazdi. Men ilgari bir yaramas, savassiz edim. Bugungi turqum dadamning til ahonatining natijasi. Qaddimni ko'tarishimmi? Dadamning til ahonatini mening duosi deb bilganimda. Dadam meni bek yaxshi ko'rdi. Tangrining rahmi kelib, dadamning meni o'g'lim deb chaqirishini umid qilaman. Mana bu mening hayotimdagi eng chong orzuyim. Şoňa biz ata-analarni izzatlayli. Hem ularni hurmatlayli. Oğlum. Oyak kele. Aldırashqo. Nega borsan? Do'stim bilan ko'rishgili. Sen onun bilan ko'rishamsan yoki do'sting sen bilan ko'rishamdi? Men do'stim bilan ko'rishiman. Degina o'g'lim. Do'stingga nima yeb borsan? Hech nima yo'q. Nima yeb boray? Sen do'stingga bug'doy ishi yeb bor. Bug'doy ishi? Dada, siz do'stimning bug'doy ishiga amroqligini qandoq bilasiz? O'g'lim. Bu dadamning go'shkirdagi amroqligiga o'xshash ish. Tushundingmi? Tushundim. Rostmi? Rost. Kelib nashta qilib elinglar. Men sizlarga bug'doy ish etib beray. Kela balam, ishingni hozir tayyor qilaman. Oğlum! Dostum! Oğlum! Ben geldim! Ben geldim! Dostum! Qanday oğlum? Yakıştırdın mı? Yaxshi. Seni sağlıp ettim mi? Yo'q. Keginin yaxşı oldu. Atqı menemse yoki av yakı berip oynamdık. Dostum, sizlar bug'doy ishini yaxshi ko'rlar, shundaqmi? Oy, bunu qanday uqding? Dadam deb berdi. U sana yana nimalarni dedi? Dadam yana sizlarni ulug' zot, uni ko'rgan aman qo'l qo'shtirib salom qil dedi. Shundaqmi? Buni sizlarga keldim. Balam. Men etigen naştı qilib olgan. Buni uyga akitib yey, bo'lamdi. Bo'ladi. Bo'lamdi? Emsa ishkimiz av yoqqa berib o'ynaylik.
Maqul. Chaqan dostum, chaqan. Gel. Bunu bu yerga qo'yib, endi o'ynaymiz. Aslan. So'zloq ekan, ha? Balam. Gel. Bugün mushunchilik o'ynaylik, ha? Bo'lamdi. Bo'ladi. Mana ati kelsang, kashkicha o'ynaymiz. Juma? Ondan ati texsini otqa mindirman, ha? Ati boldurroq kelsizlar. Baldur kelaman. Xo'sh emsa bolam. Xo'sh, Xo'sh. cho'ng dada. Sizni ko'rsammi cho'ng dada degim keladi. Balam. Bundan kim meni cho'ng dada de. Bo'ladi. Bu buğday işini nereden ekerler? Bir dostum akepti ekan. Qaysi dostları? Siz tanımaysiz. Kichik vaqtidagi bir dostum. Kichik vaqtlardagi dostlarımı yoki bir kichik dostlarımı? Men senin nevrileri bilen körüşüdüqanlıqlarını bilimem. Görüşme. Görüşüp geldim. Nemişqa? Mal mülklərə egi qılmay, öyüdün qoqlab çıxırıb etken nevrileri üçün nimanç taqqazza bolala? O oğullarının oğlu boğunu üçünmü, yoki çoğun oğullarının birə oğlu boğmağını üçünmü, yoki silinin mal mülklərə, o'rinlarga izbasar bolduğun üçünmü? Ben ezelden hatalı bakmagan apsi. Ezelden.
Şamal çıkmasa, daraxtın ışımaydı. Sizle yaramaz dep öyden çıkırıp etken Muhammed, sizlenin çoğun oğullarına hergiz mi okşumaydı? Muhammed, sizleni barlığım dep bilidi. Sizle dervası kiçiklerinin aldığı bamayla. Çünkü sizle eğilip men işini hergiz yaxşı kömeyla. Hem de o küçük balı üçün nemişki eğilip qalla. Hem de eğilgenden kim nehirler bilen oğullarını koydularga tasla. Mening misliga o'xshash. Ular bilan ko'rishgim keladi. Muhammed kichigidan tortib o'zini sizlarning qo'yinlarga tortishlarini umid qilyapti. Elim sizlarning mehr muhabbatlarga muhtoj. Vay. 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 Qangisini aytdim? 160. Vay Xudayım, yaman boptu. Ko'nglingizni yerim qilmang. Hocam yaxshi bo'lib ketadi. Ayting, bu ish qanday yuz berdi? Abdullah, Muhammed zehir verdi. Muhammed? Muhammed zehir verdi? To'l yolg'on so'zlama. Muhammed dadisini tang'irdek biladigan tursa, bu mumkinmi? Abdullah. Hoca Muhammedni öydün çıkarıp etken tursa, o ikisi hazır, bir-birisiga düşman. To'l yolg'on so'zlama, ablah. Muhammed dadisini dushmani o'rnida ko'rsa, nimishqa dadisining nomida shifokxona soldirdi? Nimishqa o'zining shirkitiga dadisining nomini berdi? Abdullah, hozirgi bolalar dadisining mol mulkiga saqchilik qiladi. To'xta. Ben dadamni ko'rib olay. Dadamning jinini almoqchi bo'lib, yolg'ondan yugurib keldingmi? Nemi deydigansiz yenge? Men burundan tortib Tangirdan dadamning uzun ömür ko'rishini tilab kelayotsam, men yana Sen kichigingdan tortib uning jinini olaman deb o'ylab yuribdikan-sanda. nemi deydigansiz yenge? Men azaldan dadamning oldida beshimni ko'taramaydigan tursam, yana nimishqa Nima da'vatsiz? O'z iningizga ishonayapsiz? Birdam tahqir qilib turinglar. Men bu ishning rostligini bir aniqlab baqay. Balam. Degine. Buğday işini cho'ng dadangga kim berdi? Men berdim. Yaxshi. Ayta o'g'lim. Andaqda o oshni cho'ng dadangga kim berdi degandi? Dadam. Emasmi? Muhammed bilibdi. Emasmi?
Anladınlarmı? Anladınlarmı? Bu bala şundak dedi. Kichik oğlu degen yalgan gap qilishni uqmaydi. Bu bala dadısının buğday eşini çoğun dadısıga berganligini dedi. Urunglar uni! Aşkı zəhərli. Sən sağan. Şu ocaqda etim şundaq ənsiz kişnəb ketken idi. Mən bir xəstəlik qıptımı. İblis! Sən Həbibullah Əzizini qəsləb muradınla yitənməksən. Mən Həbibullah Əziz hayatımda birlik qıtım xatalaşqan. Əmdi qayt xatalaşmayman. Senin itlaslığına eğer kanun bulmagan bolsaydı ben seni meşede sort içip özem cezalayttım. Oğlum. Dada. Bana. Sen de Habibullah Aziz'nin kanı bak. Kanı bu milletin içinden çıkan iblisini kanunga öz kulun bilen tapşırıp begin. Bakın. Dada. Dada.
Bu yoqqa kela. Bola, kela. Чоң дада. Ha. Endi ikimiz ayrılmaydigan do'st, ha? Bola.